nimaligini hozir tushuntiraman-da. Boshida videodan oldin nima demasdan olib kel kadrni bu yoqqa BYD U1 Up mashinasini balonini davleniyasini tushiryapmiz. Ikkida o'zi avtomatik pasayib qolsa, bu yoqda chiroq yonib qoladi, taqani rasmi chiqib qoladi ko'pincha. O'sha narsani davleniyasini tushirib, ikkidan pastroq yumshoq yurishi uchun ham programma qilib, yonib qolmaydigan qilib beryapmiz. Bunaqami aka? Elektromobillar mana shunday xizmatlarni qilib yuboramiz. Xizmatga garantiya bor. 1 yil garantiya ekan. Unaqa mayda-chuyda emas ekan, 3 oy, 6 oy emas ekanda. 1 yil kafolati bilan xudo xolisa xizmatlarni qilib beramiz. Kimga elektromobillarni programma, pрошивка, rusifikatsiya, YouTube programma, hamma xizmati kerak bo'lsa ham bemalol ko'rsatilgan raqamdagi aloqaga chiqib kelsanglar bo'ladi. Oxirida natijasini ko'rsatamiz. Ukam. Masala hal bo'ldi. Ana endi BYD U1 Up avtomobilining egalari yumshoqqina yuradilar. Nimagaki balon davleniyasi 235 dan past bo'lganda yonib qolardi. Yonmaydigan qilib davleniyani ham standartini pasaytirib berdik. O'zbekistonda shunaqa qilib yursa yumshoq bo'ladi. Bu oldindan odat bo'lib qolgan. Mabodo sizlarga ham shunday xizmat kerak bo'lsa, aloqadamiz.